Bugun El Clasico ko'ramiz. Bugun dunyo ikkiga bo'linadigan kun. Real Madrid va Barselona maydonga yana bir kubokni yutish uchun tushishadi. Ispaniya Super Kubogining final uchrashuvi, ya'ni El Clasico bugun tunda 23:55 da boshlanadi. Ispaniya Super Kubog o'yinlarini Futbol TV ham, Zo'r TV ham translyatsiya huquqini sotib olmagani tufayli bugungi El Clasico'ni, ya'ni final uchrashuvini ham yarim final o'yinlaridek O'zbek telekanallarida ko'ra olmaysiz. Ammo kanallar mualliflik huquqi sabab bloklansa-da, doimo sizlarni o'ylab kelgan Madridische Telegram sahifasi orqali El Clasico'ni to'g'ridan to'g'ri jonli efir hamda o'zbekcha sharh orqali ko'rishingiz mumkin. Agarda ishonmasangiz, videoni hoziroq sahlanit qilib qo'ying. Sababi o'yin vaqti qidirib qolasiz. Ispaniya Super Kubogi final uchrashuvi, ya'ni El Clasico'ni ko'rish uchun hoziroq profilimiz opisiyasidagi havola ostiga bosib, Telegram kanalimizga qo'shilib oling.